Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar uchun noodatiy video tayyorladik va yurtdoshlarimizga ajoyib qiziqarli savollar bilan yuzlandik. Ularning javoblari qanaqa bo'lganligi sizlarga qiziqmi? Unda videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Assalomu alaykum, bir dakika vaqtingizni olsam maylimi? Shunaqa savolim bor edi. Biz Alien House qurilish kompaniyasidanmiz. Sizga bir ikkita savollarimiz bor edi. Yangi uy xarid qilayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchi remontiga, butavay texnikasiga. Sifatga. Uy xarid qilayotganda birinchi o'rinda lokatsiyaga e'tibor berish kerak albatta. Hop, infratuzilmasi yaxshi bo'lishi kerak. Hozirgi kunda problema bo'layotgan o'sha kadastrini chiqarib yoki chiqarib bermasligiga e'tibor berish kerak. O'sha ko'pchilik qurilish kompaniyalari aldab ketyapti. Qurilish kompaniyasining ishonchli yoki ishonchli emasligiga e'tibor berish kerak. Endi narxi yaxshi bo'lishi kerak, joy yaxshi bo'lishi kerak, yaxshi joyda. Чтобы hamma narsa sadik, maktab ham oldida bo'lishi kerak. Sizga kim uy sovg'a qilishni xohlaysiz? Xo'jayinim. Otam. Uyimiz bu. Yana endi sovg'a qilishmoqchi bo'lsa. O'g'illari. Uy sovg'asini yurtboshimizdan. Berib meni. Akam. Akangiz bor, demak, ha. Akalar ko'rayotgan bo'lsangiz, tezroq ukangizga uy badarka qiling. Endi suyanchimda baribir otadan kelganga otada. Bizi bu yerdan yo'q, biz Dushanbedan farzandlarimda. Farzandlardan kutamiz, boshqa kimni kutamiz. Yaxshilik. O'g'lim Prezidentimiz uy sovg'a qilishlarini xohlardim. Sifatli, ishonchli va yaqinlarga sovg'a qila oladigan uylarni Land House kompaniyasidan topsangiz bo'ladi. Bizni kuzatib boring. Land House qurilish mezonlariga mos me'morchilik.